Mana guruchim tugadimi? Laoli. La, voy, shu yerdami? Haligi xotin olmoqchi emasmisan? Nima? Xotining bilan kelisha olmay qoldingmi deyman? Nafasingni yer yutsan. Hukumat 50 yoshdan kichik harbiylarga xotin berayotgan ekan, uylanishni istamaysanmi? Yaxshi bilgandim. Qoyil maqom. Men qutqarildim. Tizim. Uylanma kuchliroq bo'lsa tizimli xizmatingizda Livanyanning rag'batlantirish darajasi 0.1. Turmush o'rtog'i yo'q, iste'dodi yo'q, bir yil umr qolgan farzandlari yo'q. To'g'ri, men vaqt sayohatchisiman. Bu dunyoga birinchi marta kelganimda men tizimga ishonib hukmdor bo'lishi mumkin deb o'ylagandim. Hukmdor. Lekin men sayohat qilgan bu joy o'sha sulola va 10 qirollikka o'xshash edi. Savdo yo'llari urushda yoqib yuborilgan. Va ocharchilik avj olgan. Ammo hozir men tuzukroq ovqat ham yeya olmayapman. 1 yilgina umrim qoldi. Lekin baxtimga hukumat qo'y belgilabdi va nihoyat men bir imkoniyatga ega bo'ldim. Biroq bilmayman, turmush qurish umrimni uzaytiradimi yoki yo'qmi? Laoli, nega yig'layapsan? Bilaman, armiyaga qo'shilsang o'lim xavfi yuqori. Lekin sen bu yil 49 yoshdasan-da. Va yetarlicha yashading. Naslingni davom ettirish payti kelmadimikan, bu haqda o'ylab ko'rmadingmi? Agar kech qolib 50 yoshda yozilib qo'ysang, baloni ham ola olmaysan. Hozir hukumat agar uylansang, bir oylik oziq-ovqatingni ham qilib beradi. Bunaqa imkoniyat doimo bo'lavermaydi. Tezroq bormaysan, unda guruch tugamasidan. Men juda ham hayajondaman. Xotinjon qaydasan? Meni tezroq olib boringlar.